Xo'p, Andijon qora tovuqlari do'stlar. Tayyor tuxumda. Xo'rozlarni qarang. Juda ham yirik. Xo'sh, sal kichikroq xo'rozlari ham bor ichida. Hammasini aytmayman, shu 3,5 3 kilo chiqadigan xo'rozlar hammasi bir xil standart demayman. Bunaqalari bor. Deyta bir 2,5 kilolar chiqadigan atrofida. Xo'p, xo'roz oladiganlarga ham, xo'rozlari ham bor, makon oladiganlarga makoni ham bor. 120 ming so'mdan aralash xo'roz makon ichida. Xohlasanglar yo faqat makonni o'zini olaman desanglar ham, makoni 120 ming so'mdan ketaveradi. O'zi biz xo'rozsiz ham qilib beraveramiz, farqi yo'q. Yo xo'roz bilan desangiz, xo'roz bilan ham qilib beraveramiz. Do'stlar, bu yoqda xo'p 8,5-9 oydan 10 oygacha bo'lgan aralash. Shu uchun sal kichikroqlari ham bor. Xo'p, endi jo'jadan chiqib makon bo'lganlari ham bor. Xo'p, yirik katta makonlari ham bor. Har xildan bor do'stlar. Shuning uchun bemalol qarab ko'raverasizlar. Bular misol juda ham yosh makonlar, hali endi tuxumga kirganlari mana ular. Bular 10 oyliklari mana. Xo'rozlarni ko'ring. Juda ham chiroyli xo'rozlar. Aslida yosh makonlar do'stlar. Xo'p, tuxum berish koeffitsiyenti hozir dalni momentda 45-50% tuxum beryapti. 80%, 90%, 100% degan narsa yo'q. Lekin xudo xolisa yaxshi qarasangiz, joyingiz yaxshi bo'lsa, обязательно 10 kun, 15 kunda mana bir xilida tulaklari boshlangan, bir xilida уже tugab bo'lgan. O'shaning uchun ham hammasi har xil sharoitda. Xo'p, tulakka kirayotganlari bor, mana bunaqa tulakdan chiqayotganlari ham bor. Hammasidan bor do'stlar. Birontasini sizlarga yashirib yoki eng chiroylilarini ko'rsatib, xunuklarni ko'rsatmay yashirib qo'yayotgan joyimiz yo'q. Borini ochiqchasiga ko'rsatyapmiz mana. Xo'p, 250 ta atrofida bor do'stlar. Narxlarni aytib o'tdim. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. 100 tadan ko'p oladiganlarga dastavkasini tekinga qilib beramiz. Xo'p, Jizzax Samarqandgacha. Dastavkasi tekin, qolganlarga kelishilgan holda bo'ladi. Dastavka 12 ta viloyatga bor o'zi aslida. Lekin qolganlari kelishilgan holda chiroyli qilib dastavkalarni qilib beramiz do'stlar. Kimga qancha kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Tuxumga yotishibdi mana. Ko'plar aytishi mumkin, tulakdagilar tug'maydi deb. Mana tulakda, lekin tug'yapti. Tuxumda yotibdi. Makonlari 1,5 kilodan, hozir hammasi har xil bo'lgani uchun 1,5 kilodan 2 kilo, 2 kilodan sal og'irroqlari ham bor ichida. Xo'rozlari 2,5 kilodan 3,5-4 kilogacha chiqadiganlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.